voy Shohibiddin, nima qilib turibsan? Sumkang qani? Bo'loqqa tez samolyotsan bilan meni kutib turmaydi. Aka, bugun biza umraga borolmaymiz. Tushunmadim. Nimaga unaqa deyapsan? Sizdan bemaslahat bitta ish qilib qo'ydim. Shohibiddin, men pulni ol. Safo Marvaga biletga to'lab kelgan. Ketadigan kunimizga ham ozgina qoldi. Hop aka, mazax qilar ekanmiz-da billa. Baroqa. Ha. Aka to'g'ri, ayb menda. Lekin hozir sharoitim. Sharoitingizni menga tushuntirmang. Ayb sizdami? Erkak bo'lingda to'ling, bo'ldi. Xo'p. Safo Marva tur. Allohim shu kunga yetkazganiga shukr. Sizga eng qulay tur paketlarimizni taklif qilamiz. Mehmonxonalarimiz ham haram hududiga juda ham yaqin joylashgan. Bundan tashqari, bizda ziyoratchilarimiz uchun o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi. Zo'r-ku. Uzr, aka, hop 1 minut. Ha, Zaynab, tinchlik ish qilib, nimaga unaqa tez kelmasangiz bo'lmaydi deb shoshilib chaqirdik? Bizga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Yo, telefon qilib akamni chaqiring. Yo'q, aka. O'z bilan hal qilaylik. Akamlardan xijolat bo'laman-da. Hop. Gapirchi. Kuyovingiz bizani boqaman deb erta kech arendaga olgan mashinalarda uxlamasdan kira qilyotganlar. Bugun ertalab ko'zlari ketib qopti-da, bilmasdan qimmat mashinani urib qo'yibdilar. Egasi umuman tushunmaydigan odam ekan. Agar mashinamni pulini qilib bermasalaring, sizlar bilan boshqacha gaplashaman deyapti. Iltimos akajon, men uchun yordam bering. Singizman-ku. Xo'p, Zaynab. Faqat sansiz qilmagin. Aka, mabti kelishilgan pul. Faqat u insonlar boshqa misota qilmang. Xo'p. Otam rahmatlidan akaga menga bu hayotda tarbiya bergan ustozim har doim bitta gap bu. Juda ham ko'p qaytaradilar. Bu hayotda jigaringni boshiga bu tashvish tushdimi? O'sha tashvishni o'zingni deb bil. O'shani hal qilmaguncha uyga kirmagin kerak bo'lsa deganlar. Sizdan bemaslahat shu ish qilib qo'ydim. Mana kechiring. Umralar maro bo'lsin, hoji aka. Tushunmadim aka. Hali bizni umraga bormadik-ku. Sinimizga qilgan bu ishingni savobi menimcha umraga borib kelganimizdan savobidan kam emas deb o'ylayman. Baraka top ukam.